Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Mr. Master do'stlarim. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinini o'ynab mazza qilamiz do'stlar. O'tgan safargi videolarim PUBG haqida edi. Endi esa biz Minecraftni ham o'ynab ko'ramiz. Minecraft oddiy Minecraft emas. Qanday Minecraft desangiz, faqat biz bitta suvli blokda yashab ko'ramiz do'stlar. Qani bu qanday amalga oshishini shu bugungi videomizda ko'rib olamiz. Bugungi qismi 10 minutlik bo'lsa, ertangi qismi ham 10 minutlik bo'ladi. Albatta buni turli xil 2-3 qismga bo'lishim ham kerak bo'ladi. Chunki bitta qismda uni o'ynash juda ham ko'pga tushib ketishi mumkin do'stlar. Shuning uchun biz faqatgina bitta blokda o'ynaymiz do'stlar. Va bizning qo'limizga qandaydir Ambrikning sehri bilan sehrlangan qarmoq berdi do'stlar. Endi nima qilamiz? Shunchaki baliq ovlaymizmi bu yerdan? Faqat nima bizning niyatimiz shumikin? Yo yana nimalar qilsak bo'lar ekan do'stlar? Buni endi video davomida ko'rib olamiz do'stlar. Voy. Bermadi, tutolmadim. Baliq tutishga jazir emasman. Shuning uchun ozgina kutib nimalar berishini ko'rib olamiz do'stlar. Keyin videoni yana qo'yaman. Korotchi do'stlar, men ozgina bundan nima olish kerakligini, nima qilish kerakligini ozgina ko'rib chiqsam, bundan ko'p narsa qilsa bo'lmas ekan. Faqatgina oddiygina bloklar berar ekan. Endi taymga bu blokni qo'ya olmayman, chunki yurish qiyin bo'ladi. Shuning uchun oddiy olishga harakat qilaman. Faqat bunda shu o'tirib olib baliq emas, buyumlar tutish kerak ekan. Men shuni bildim. Agar sizga ham shunday modlar kerak bo'lsa do'stlar, menga kommentariyada yozib qoldirsangiz, men albatta bu modlarni qatdan olishni ham o'rgataman telefonga albatta. Men short chiqargandim. Agar siz ko'rgan bo'lsangiz do'stlar, unda qanday qilib pulli Minecraftni bepul olishni o'rgatganman. O'sha videomni ham ko'rib olinglar. Yana undan tashqari ikkita PUBG haqida bor Livik va Eranga o'ynaganman. O'shalarni ham ko'rib olinglar do'stlar. Maslahatim yaxshi chiqqan. Birinchi videom uncha yaxshi chiqmagan, montaj qilinmasdan. Lekin ikkinchi videomni montaj qilishga harakat qilganman do'stlar. Shuning uchun yana nimadirlar tutishga harakat qilamiz. Iloji boricha yog'och bersa, yog'ochdan yaxshiroq narsalar qilsa bo'lardi. Yana kommentariyaga turli narsalar haqida yozsangiz bo'lardi. Yo, menga bunaqa narsalar kerak emas. Nima bu? Voy. Bu qarmoq sinsa nima bo'ladi? Savol. Bu qarmoq sinsa. Tamommi keyin? Men o'lib ketamanmi? Bu videoning ikkinchi qismi bo'lmaydimi shunda? Endi esa yana ozgina resurs to'playmiz. Bu yo'q sizlarga zerikari bilmasligi uchun. Do'stlar, hattoki shunday ko'p baliq tutdimki, tayyor narsalar tutdimki, shunday zerikib ham ketdim. Bu juda ham kam narsa beradi, ham tutish qiyin bo'ladi, ham kech tushib ketdi. Yana uxlashga divanim ham yo'q. Endi nima qilaman deb o'ylab o'tirdim. Temir. Bu omad degan. Nolimasdan ko'proq ishla deganda bu. Nolimasdan ko'proq ishla, ko'proq narsa olasan deyapti. Lekin tez bermayapti. Peshonam sho'rliga yetmaganday yomg'irda ham qo'yvordi. Endi nima qilsam ekan? Oho. Ozgina aylanaslik ismdan chiqdi. Mana tagli toshdan qilib oldim. Bu tosh oddiy tosh emas, yarim bloklik tosh qildim. Chunki shunaqa berdi. Shunaqa qildim-da mana. Faqat endi menga yog'och kerak, yana ozgina tosh va yog'och, tamom. Men mendan yaxshiroq qilib olardim. Bunimi? Qandaydir blok. Voy. Tezroq bu ham bersa edi do'stlar, yaxshiroq bo'lardi-da. Bu ancha narsa berish juda qiyin ekan. Yana o'tib ketsa ham bo'lmaydi. Ba'zi narsa bermaydi, ba'zi narsa beradi-yu o'tib ketib qoladi, ololmay qolaman. Shunga yana qiyinroq bo'lar ekan. Nima berdi? Wow. Bizga keraksiz narsalarni hozircha mana bu yerga qo'yib qo'ysak bo'ladi yaxshiroq. Endi inventar ozgina bo'sh. Davay, menga yog'och kerak. Davay, yog'och. Hoppa. Voy, bunaqa narsa emas, yog'och. Juda ham chiroyli ko'rinadi-da. Tez bo'l. Axir aytyapman-ku do'stlar, juda ham kutish kerak, zerikarli bo'ladi. Bu menga nima uchun kerak? Wow. Qurib qoldi. Qurib qoldi bechora.
men chiroyli chiqdi. Wow. Mana o'zi ochilib ketdi ham. Wow. Bu uyni hali ham zo'r bo'lmagan dalolatlarda. 7 ta TNT berdi. TNT nima uchun ishlataman men? TNT menga nima kerak? No olib qo'yamiz, kerak bo'lishi ham mumkin, kerak bo'lmasligi ham mumkin. Menga kerakli narsalardan bersa edi, afsus. Nimalardir berdi. Men kerakligini bilmadim. Bu nima uchun chiqib ketyapti endi savol. Bu fizik qonunlarga zid. Mayli, farqi yo'q. Fizik qo'llar buzilib ketdi. Bu menimcha bu datapakada yaxshiroq ishlamagan bo'lsa kerak. Bu suv buni menimcha bunaqa bo'lmasligi kerak. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Menga yo'q, nima uchun kerak? Menga yog'och kerak, yog'och. Bu men hech tushunmadi-da. Temir berdi yana. Temir. Yog'ochim bo'lmasa temir nima kerak? Yoki uyinni men buzdim akalar, yoki uyim yaxshi ishlanmagan, yoki uyimni qonuni shunaqa. Men bilmadim. Nima u menga rishvotga nima uchun kerak? Voy, zerikib ketdim. Yana o'ziga nimalardir qilamiz-ku, keyin yana qaytamiz sizlarga zerikarli bo'lmasligi uchun. Короче, hali hech nima qilganim yo'q, lekin menga suv berdi. Endi menga suv nima kerak? Mana shu suv turibdi-ku mana. Nima uchun menga suv kerak? Hech tushunmadim. Shuni yopib qo'ysam nima bo'ladi? Biror o'zgarish bo'ldimi? Qiziq, mana uni tayin sindirish iloji yo'q ekan. Mana unda qanaqadir blok bor. Biz bilamizki, buni qancha bilsalar barrier deyiladi. Menimcha barrier edi, to'g'ri. Shunaqa blok bo'lishi kerak. Qizil odamlarga ko'rinmaydigan blok. Voy, menga qo'lim nima uchun kerak? Chota bu video zerikarli bo'layotgandir, lekin baribir chiqarishga harakat qilaman buni. Qani hech nima bermadi, yoki olishga ulgurmadim. Bu yomg'ir ham asabni buzibdi, ham kechqurun, hamma narsa короче. Tezroq nimadir. Bu hech bo'lib bermasa, men qanday qilib o'ynashim mumkin buni ikkinchi qanday qilishim mumkin? Hoppa. Rang. Rang. Voy. Voy, daraxt bilaman, daraxt ekan. Yo'q, daraxt ekan. Yaxshi daraxt berdi. Daraxtdan nima yasayman? Yana daraxt kerak, yana 2 dona daraxt bersa bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. 2 dona daraxt, 2 dona daraxt ber. Iltimos. 2 dona daraxt, 2 dona daraxt. 2 donami ko'proq ber. Ovqat qilsa bo'ladigan narsa, lekin buning uchun ovqat tayyorlashdan oldin ko'proq bizga yog'och kerak bo'ladi. Yog'och. Voy, buni yog'och berishi ham men kutaveraman, sizlar kutmanglar. O'sha uchun videoni yana uzaman. Bu video juda ham ko'p uzilib ketib, juda ham uzun bo'lib ketsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun yana men kutib o'tiraman, sizlarga 1 sekundga o'tib ketadi. Ko'rib turganingizdek, men mana shunchalik oldim, lekin attiga 4 tagina daraxtimiz bor. Mana bundan 3 ta bo'ldi. Bundan bittagina bo'lsa yetar edi.
Mayli. Bu menimcha bizga hech nima bergisi kelmayapti. Ozgina bunday qilib bezatib qo'yaman. Osonroq bo'ladi. Yana ozgina baliq tutaveraylik, nimadir bo'lib qolar. Mana yana o'rab chiqaman hali. Mana bitta narsa tutsam omadimiz yo'q. Mana nima uchun? Nima? Ko'mir. Bo'lmasa yana videoni uzaman va yana baliq ovlayman. Korotchi do'stlar, yana biz videoga qaytdik. Endi bunday o'ylab qarasam, shunchalik ko'p narsalar tutdimki, men inventarim ham to'lib ketdi, lekin bizga yog'och bermadi. Shuning uchun endi men bu yerni ozgina kattalashtirishga harakat qilaman do'stlar. Ozgina kattalashtirib olgandan so'ng yana videoni davom ettirsak bo'ladi. Lekin bu yerni uzib qilishim shart emas, chunki video zerikarli bo'lib ketmaydi. Quriladigan joylar ko'p, katta bo'lib ketmaydi ham. Shuning uchun sekin-sekin quraveraman do'stlar. Agar tushib ketsam, bilmadim. Tushib ketsam ham hech nima qilmaydi. Voy, bitta joyga yetmay qoldi-ya. Endi bu yerni nima qilamiz? Nimadir qilaveramizda do'stlar. Aynan shunday sariq blok bormikin? Yo'q ekan. Mana shu blokdan bitta qurib olsak bo'ladi do'stlar. Bizdan nima ketdi, baribir hammasini yo'qotishimiz kerak-ku. Endi nima ham qiladigan, ozgina resurslar topsak, yana ozgina resurslar olamiz. Uzr, adashib ketdim. Resurslar olamiz va yoki yog'och beradi, bo'lmasa videoni tugatamiz. Ikkinchi qismga esa nima qilishni o'ylab ko'raman do'stlar. Qani endi nimadir bersa, balki bu yerni kattaroq qilarman, chunki menda bitta suv bor. Yana menga paqirlar ham bergan. Shulardan foydalansam bo'larmikin yoki yo'q? Buni ham hozir qilib ko'ramiz. Balkim keyingi videoda bo'lishi ham mumkin. Yana bitta joyim qoldi, faqat yana bitta. Mayli. Shuni ham to'ldiramiz va birinchi qismni tugatamiz do'stlar. Mana tezroq. Aha, bu ham oxir yomon kuturadi-yey. Kutilmasa bo'lmaydi. Tezroq bo'l. Nima berdi? Aha, nimadir berdi. Menda bor nimadir berdi bu ham. Mayli, yana bo'lmadi. Qani bera qol. Boshingiz aynalib ketmayapti degan umiddaman do'stlar. Bu yerda to'kimni tutilishini kutib o'tirish ham zerikarli, shuning uchun aynalib o'tiribman do'stlar. Hoppa. Aha. Endi nima qilamiz do'stlar? Mana bu yerda ham o'zini chiroyli, bitta joyini chiroyli qilib qo'yamiz. Endi esa bunday qilib ko'rsam bo'larmikin? Ana aytdim-ku, bu tomonga qandaydir do'stlik bor deb. Aha. Endi esa bilan bir qilib olib olaman. Ko'p narsa qilish shart emas. Unda biz yana o'rab chiqsammikin, yo'qmi degan savol kelib qoldi menda. Mana shuni qo'ysam, shu bilan o'rab chiqsam. Baribir yetmaydi, lekin o'rab chiqsam bo'ladi. Baribir nima qilaman? O'rab chiqib, bu yerni o'zini yo'q qilaman. Chunki yo'ritadigan bor. Nima qo'ysam ekan, mayli ishlataveraman. Nima farqi bor? O'zi juda ham zo'r ekan. Menga ovozi yo'qdi, lekin sizlarga bilmadim. Xato qo'yilib ketdi. Bizga kirka kerak, lekin bizda hali ham yog'och yo'q. Mayli do'stlar, mana kech ham tushyapti. Bugungi videoni shu yerda tugatamiz do'stlar. Agar kanalimga obuna bo'lib, like bosmagan bo'lsangiz, like va obunani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirish ham esingizdan chiqmasin do'stlar. Mayli, bugungi videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat do'stlar. Kommentariyaga fikringizni ham yozib qoldiring. Ikkinchi qismi ertaga yoki ending kuni chiqishi ham mumkin. Ertaga qanday video chiqishini bilmayman do'stlar. Shuning uchun xayr, salomat bo'linglar.